Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'onachilar. E'tiborlar uchun rahmat. Mana xudo xolasa bugun bitta ham ochrat yo'q. Bugungi chislolarimizga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana 07-chislo erta tongdan 9:00 ga inshaalloh mana granisaga kirib chiqib yana qaytib kirdik. Mana havola qanaqa holatdagi. Kirdi chiqdi, falchipkasi borlar ham, mana reyestrga tushgan, kartasi bloklanganlar hammasi mana xavotirga o'rin yo'q, bemalol borib kelsa bo'laveradi. Mana akalarimiz bilan inshaalloh chiroyli o'tib qaytdik. Mana jigarlar hammasi. Mana reyestrchilar. Kartalar bloklangan. Sizniki bloklanganmi karta aka? Meniki. Ha, mana mana shu akamizning kartasi bloklangan edi. Xudo xolasa inshaalloh do'stlar bir chiroyli bir video qilamiz, nasib bo'lsa videolarni kuzatishga davom etingizlar. Mana qo'rqishga kuzatishga davom etamiz.